Va piknikka kech qolamiz, bo'laqa. Onam chiqyaptilar. Yomon desana. Qayerga ketyapsizlar? Kutubxonachilikka. Qayerga? Piknikda kutubxona ochilgan onam. Tabiat qo'ynida kitob o'qiymiz. Voy, piknikka borib dam olishga kitob o'qiysizlarmi? Kitoblarimni olganman. Ha. Zulayho Boyxonova aytgan ekan. Ha, hattoki liftda ham kitob o'qing. Ha, yo'q, men ham borsam bo'ladimi? Yo'q, men onam mollarda uyalaman kitob o'qishga. Nima yo'lasan? Endi bu yosh qizlarning inglizcha kitoblarini o'qiydi. Mayli. Ha, aytganday, Bektemir Meliqo'ziyev aytgan ekan. Bektemir tumanidan Xonsaroyni shirin hayot loyihasidan sotib oling va 2 etajli avtoturargoh, sport maydonchasi, bolalar maydonchasi va maktab va kofe do'konlariga ega bo'ling. Bektemir Meliqo'ziyev? Mana kitobi. Onam, bizga ketdik. Yaxshi o'tiring. Mayli, yaxshi boringlar. Qizlarni gaplashganmiz. Onam telefon qilyaptilar. Onam! To'xta. Hozir kelamiz, hop. 3-asrda ona kitob o'qiyotgandik. Ha, yo'q, o'g'lim qani? Friedrichsteinda yemoqning quchmog'i bor asarini o'qiyapti. Muzikani do'sh kelyapti-yu. Qarang, ona, kutubxonani oldiga klub qurishibdi ahmoqlar. Ha, mayli, yaxshi o'qinglar, mayli, xo'p. Nima kiyib olding, ko'rminglar-yu? Odat bo'lib qopti-da. Mahallamizdagi alkash aytgan ekan. Nima degan? Yegin, ichgin, kayfin. Shotingni qizlar to'lasi. Qizlar to'lasi. Ketdik. Ketdi. Yo'q, to'xta, uyga ket. Uyga ketamiz. Ey, plaslar, shotni yana men to'laymanmi? I'm a fireball.